Qon yo'qotayotgan odam nega birdan o'lib qolmaydi? Kinolarda yarim soatlab qon yo'qotgan qahramonlarni ko'rgansiz-ku, to'g'rimi? Buni qaysi organ boshqaradi o'zi? Asabmi? Tomirlarmi? Buyraklar desamchi. Qarang, organizm ko'p suyuqlik yoki qon yo'qotsa, buyraklarga boruvchi qon hajmi ham kamayadi. Bizning misolimizda qon hajmi kam degani, bosim ham past degani. Past bosimni sezgan buyrak o'zidan renin ishlab chiqaradi. Natijada renin, angiotensin, aldosteron tizimi aktivlashadi. Bu tizim bir necha reaksiyalardan iborat bo'lib, hozircha bilishimiz kerak bo'lgani, oxir-oqibat buyrak usti bezi postloq qismidan aldosteron gormoni sintezi oshadi va qonga chiqariladi. Aldosteronning vazifasi buyrak nefronlariga ta'sir qilish. Nefronlarni yaqindan ko'radigan bo'lsak, quyidagi qismlardan iborat. Qonning suyuq qismini o'ziga oluvchi glomerula, glomeruladagi suyuqlik oquvchi naychalar, bularga proksimal naycha, genli halqasi, distal naycha va yig'uvchi naychalar kiradi. Va naychalardagi eritmani taxminan 3 dan 2 qismini qayta so'rib oluvchi peritubulyar kapillyarlar. Aldosteronni bu naychalar bilan chuqur aloqasini va kon sindromini keyingi darsda ko'rib chiqamiz. Darsni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling.